Yaqinda bitta prodyuser bilan gaplashib qoldim-da, aytayaptilar-da. Nafruz opa, kursga maqsad qo'ydim. Bu zapuskim $30,000 kurs zapuski bo'ladi, deyaptilar-da. Shunaqa maqsad qo'ydingizmi dedim-da. Shu yerda juda katta prodyuserlarni va ekspertlarni xatosi bo'layapti-da. Maqsadni pulga bog'lash kerak emas. Mana bu eng katta xato. Maqsad hamisha ilmga, natijaga bog'lanilishi kerak. Masalan, men o'sha prodyuserga keyin tavsiya berdim. Siz nechta o'quvchini yoki nechta tinglovchini o'qitmoqchisiz? Nechta ishtirokchini? Mana shuncha ishtirokchiga mana shu yo'nalishdagi ilmlarni targ'ibot qilamiz va bu yo'nalishda ularni madaniyatini rivojlantirishga yanada katta hissa qo'shamiz degan maqsad qo'ygan yaxshimi yoki $30,000? Pulga bog'lanilgan maqsadlar odatda eng noto'g'ri maqsadlar deb yuritiladi. Shuning uchun barcha prodyuser va ekspertlarga tavsiyam, kurs boshlayotgan paytingizda maqsadingizni juda katta bir dollardagi natijani olaman degan, zapuskni qilaman degan maqsadni qo'ymang. Bu maqsadingiz oxir-oqibat insonlarga qanday naf keltirishini anglab, ana shu yo'nalishda maqsad qo'ysangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Berilgan ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta sizning yurakchalaringiz biz uchun muhim.